Xo'sh, bugungi mavzu 3 burchak 3 burchakda burchaklar ekan. Xo'sh, birinchi misolda 3 burchakning ikkita ichki burchagi 98 va 42 ga teng bo'lsa, bu burchaklarda ichki burchaklarini toping. Ya'ni 3 burchakda ichki burchaklar yig'indisi 180 ga teng bo'ladi. 98 netda 42 bo'lsa, ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 140 ga teng bo'lgan bo'lsa, demak burchak 40 gradus bo'ladi. Jami 180 ni berish kerak. Ikkinchi misolda 3 burchakka ichki chizil 3 burchakning ikkita tashqi burchagi 100 va 140 ga teng. 3 burchakning tashqi burchagini toping. 3-chi tashqi burchagini toping. Rasmiy davom ettiradigan bo'lsak bularda mayt 100 mayt 140 ABC 3-chi misolda ABC 3 burchakda B burchak 56 3 burchakda AD balandlik o'tkazildi. A burchagini toping deb so'rayapti ekan. 3-chi misolda xullas ABC 3 burchak chizib oldik va AD balandlik tushirdik. Balandlik 90 gradus bo'lib tushadi. Endi 3-chi burchak mana bu burchak bo'ladi. Mana shu yerda so'rayapti. Demak 56 ga 90 ni qo'shadigan bo'lsak 146. Endi x burchak topish uchun qo'shamiz, tenglaymiz, keyin 180 ga. Uch burchaklarda ichki burchaklarning 180 bo'lgani uchun 180 ga tenglayapmiz. X qiymati teng bo'ladi bu yerda 34 ga. Bu A javobda berilgan ekan. Xo'sh, 4-misolda chizmada berilgan ma'lumotlarga ko'ra alfa burchagini toping deyapti. Demak, birinchi ichki burchaklar yig'indisini topa oladigan bo'lsak, ichki burchaklarni topa oladigan bo'lsak, xo'sh. Mayt 134 bo'lsa, 180 ni ayiramiz, 134. Bitta 6 7 dan 3 ayirsak 46. Demak, 46 mana bu burchak 52. Endi 46 ga 52 ni qo'shsak 98 plyusdan alfa teng bo'ladi 180 ga. Alfaning qiymati teng bo'ladi. Xo'sh, 82. Ajob berilgan ekan. Xo'sh, 5-misolda 3 burchakning ichki burchaklari o'zaro 3, 4, 5 nisbatda bo'lsa, 3 burchakning eng 3 burchakning katta burchagini toping deyapti ekan. Demak, bular 3k plyusdan 4k plyusdan 5k bo'ladi. Teng bo'ladi 180 ga. Nisbatda bo'lgan 3, 4, 5 nisbatda bo'lgani uchun endi ayni 3, 4, 5 bo'lmaydi, k bo'ladi. K o'rnida o'sha qiymati ko'paytiriladi. Endi bu yerda qo'shadigan bo'lsak 10k ni qiymati teng bo'ladi. Yo'q, 10k bo'lmaydi, 12k bo'ladi. 12k qiymati 180 ga teng bo'ladi. X qiymati teng bo'ladi. Xo'sh, X qiymati teng bo'ladi 15 ga. Endi eng kattasi bu 5k. 5k endi 5 ko'paygan 12 degani bu teng bo'ladi 60 ga. 12 yozyapman. 15. Qiymati 75 bo'ladi.
S javobda berilgan ekan bu. Yettinchi misolda uchburchakning ikkita ichki burchagi 48 va 62 gradusga teng. Uchburchakning bu burchaklariga qo'shni bo'lmagan tashqi burchagi necha gradus deyapti. Ya'ni mana bu burchakni so'rayapti. Bu burchakni topish uchun 48 ga 62 ni qo'shib qo'yamiz. 48 ga 62 ni qo'shadigan bo'lsak 110 ga teng bo'ladi. D javobda berilgan ekan. Xo'sh, 8-misolda teng yonli uchburchakning asosidagi tashqi burchagi 110 bo'lsa, gradus bo'lsa, uning uchidagi tashqi burchagini toping. Xo'sh. Teng yonli degancha ikkala yomon tomoni teng bo'ladi, burchaklari ham teng bo'ladi. Asosdagi tashqi burchagi demak mana shu bo'ladi. Yo'q, asosiy tashqi burchak mana 110 deyapti. Demak 70 bo'ladi. 70 bo'lmaydi. 110 bo'lsa, uning uchidagi tashqi burchagini toping. Asosdagi tashqi burchagi